2025 yili 31 oktyabr kuni O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining markaziy ofisida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda birja faoliyatining 2025 yil 9 oylik yakunlari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida birjada tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30,3% ga o'sdi. Joriy yilning muhim yangiliklaridan biri bu O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida yangi platforma, ya'ni UZEX Agro platformasining joriy qilinganligi bo'ldi. Ushbu platforma qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozor narxlarida sotishga mo'ljallangan va ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu tizimda 730 dan ziyod bitimlar tuzilgan va ularning soni hamda hajmi tobora ortib bormoqda. Umuman olganda birjaning barcha savdo platformalariga qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu qiziqishni ayniqsa biz xususiy sektor, ya'ni xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rmoqdamiz va bu bejizga emas, chunki ham sotuvchi ham oluvchi shaffof tizimdan foydalangan holda mahsulotlarni bozor narxlarida sotish hamda sotib olishdan manfaatdordir. 9 oyning yakunlariga ko'ra O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida 150,500 nafar yangi mijoz ro'yxatdan o'tkazildi. Shu bilan birga birjaning barcha savdo platformalarida jami 2,6 million dan ortiq bitimlar amalga oshirildi. Yana bir muhim ko'rsatkichlardan biri bu demak davlat xaridlari hisoblanadi. Sizlarga ma'lum, aynan davlat xaridlari muhim yo'nalish hisoblanadi. Bu yerda o'sha shaffoflikni ta'minlash hamda byudjet hamda korporativ mablag'larni tejalashga alohida urg'u beriladi va ko'rib chiqilayotgan davrda 7,3 trillion so'mlik byudjet hamda korporativ buyurtmachilarning mablag'lari tejalgan. Savdo ishtirokchilariga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda davlat xaridlari sohasidagi yangi mijozlarni jalb etish maqsadida Xarid nomli elektron mobil ilova ishga tushirildi. Mazkur ilova foydalanuvchilarga elektron do'konda xaridlar amalga oshirish, boshlang'ich narxni pasaytirish va auksionlarda ishtirok etish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga ish samaradorligini oshirish maqsadida Respublika tovar xomashyo birjasida sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan AI chatbot xizmati ham joriy etildi. Aprel oyida xarid.uzex.uz elektron savdo platformasida UZEX AI chatbot ishga tushirildi. Shu kunga qadar davlat xaridlar sohasida mijozlardan kelgan 16 mingga yaqin murojaat sun'iy intellekt yordamida o'rganib chiqildi. Bundan tashqari, tizimga kirishda elektron raqamli imzo bilan bir qatorda token kalitdan foydalanish imkoniyati yaratildi. Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, har yili birja faoliyatini xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash borasida birja xodimlari va a'zolari uchun muntazam ravishda seminarlar va boshqa tadbirlar o'tkazib boriladi. Shuningdek, birjada muloqot va jamoatchilik nazoratining samarali tizimi joriy qilingan bo'lib, bu yo'nalishdagi maxsus Telegram botlari ishlab kelmoqda.